Odilbek, Mushkvoy. Shunday qilib, bugun nimalar haqida gaplashamiz? Bugunmi? Kel Mushkvoyni Guldon sindirib qo'ygani haqida suhbatlashamiz. Ha, esimda. Guldonni tushirib yuborib, rosa baloga qoluvdi. Jazo sifatida yarim kun burchakda o'tirgan. Oilamizning o'z qoidalari bor. Masalan, Mushkvoyning erkinligi va shaxsiy daxlsizlik huquqini buzadigan jazolar qo'llanmasligi uchun faqat dadamiz qaror qabul qiladilar. Bu hammamizga ma'qul. Konstitutsiyada ham xuddi shunday yozilgan. Hech kim rasmiy e'lon qilinmagan qonun asosida hukm qilinishi, jazoga tortilishi, mol-mulkidan yoki biror bir huquqidan mahrum etilishi mumkin emas. Asosiysi, hech kim qonunga asoslanmagan holda ushlab turilishi va ayniqsa jazolanishi mumkin emas. Bundan tashqari, jinoyat sodir etilganlikda ayblanayotgan shaxs sud bo'lib, aybi aniqlanmaguncha aybsiz deb hisoblanadi. Hibs yoki qamoqqa olishga va qamoqda saqlashga faqat sudning qarori bilan yo'l qo'yiladi. Ayblanuvchiga o'zini himoya qilish uchun barcha imkoniyatlar ta'minlanishi Konstitutsiyada belgilangandek, dadamiz Mushkvoyga iloji boricha tushunarli qilib uning huquqlari va ushlab turilishi asoslarini tushuntirib bergani va sudyaga o'xshab qaror chiqarganiga hali ham yumalab kulamiz. Undan keyin opam kelib sevimli Guldonni singaniga chiday olmay yana jazolamoqchi bo'lgan. Shunda dadam Mushkvoy allaqachon jazosini olgani, doimo bir narsa uchun jazolash noto'g'riligini opamga va bizlarga tushuntirgan edi. Yodda tuting, hech kim ayni bir jinoyat uchun takroran hukm qilinishi mumkin emas. Ha, juda yaxshi esimda. Sal qolsa opam Mushkvoyga nimadir ziyon keltirib qo'yadi deb qo'rqib ketganman. Huquq darsida o'qituvchimiz o'tgan edi. Esingda bo'lsa, hech kim qiynoqqa solinishi yoki unga nisbatan shafqatsiz munosabat qilinishi mumkin emas. Bu qonun bilan taqiqlanadi. Hatto o'zi rozilik bildirmaguncha hech kimni ustida tibbiy, ilmiy tajribalar o'tkazish ham mumkin emas. Yaxshiyamki, o'sha paytda Mushkvoyning joniga oyijonimiz oro kirgan, advokatlik qilib. Mushkvoy advokat kimligini tushunmayapti. Bir og'iz ma'lumot berib o'tish kerak. Shu bahonada bolajonlar ham o'zlari uchun muhim va kerakli ma'lumotlarga ega bo'ladi. To'g'ri aytasan, Adolatxon. Konstitutsiyada har birimizning shaxsiy huquq va erkinliklarimiz belgilangan. Ana shulardan biri bu yuridik yordam olish huquqi. Mana Mushkvoy Guldonni sindirib qo'ygandi-ku, aybiga yarasha jazosini oldi. Lekin kutilmaganda opam uni yana jazolamoqchi bo'lganida oyim himoya qildi. Boshqacha aytsak, oyim unga advokatlik qildi. Opamni tutayotgan yo'li noto'g'ri ekanini huquqiy tomondan tushuntirib, asoslab berdi. Demak, advokatlar bizga huquqiy yordam ko'rsatuvchi kasb egalari hisoblanadi. Ularning yordami bilan qiynalib turgan masalaga osongina huquqiy yechim topamiz. Masalan, o'sha kuni ham Mushkvoy bu qilgan ishi uchun rosa pushaymon bo'lib, uni kechirishlarini so'ragandi. Konstitutsiyaga ko'ra, jinoyati uchun hukm qilingan har kim yuqori turuvchi sudga murojaat qilib, hukmni qayta ko'rib chiqilishini so'rashi mumkin. Shuningdek, af etish, ya'ni kechirish yoki jazoni yengillashtirish to'g'risida iltimos qilish huquqiga ega. Bu qilgan ishi noto'g'ri bo'lganini tushunib yetgani uchun ham o'sha kuni Mushkvoyga jazo yengillashtirilgan. O'shaning evaziga Mushkvoy bir kun o'rniga yarim kun burchakda o'tirgan. Pushaymon bo'lganligi rosa bilingan. Mushkvoyning Guldonni sindirganini ikkalamiz ko'rib qolgandik. Yodingdami? Agar ko'rmaganimizda bu ishni kim qilganini bilmas edik. Balki qattiq shamol ko'tarilib, Guldonni stoldan qulatib yuborgan bo'lishi ham mumkin edi-ku. To'g'rimi? Boshida bizga Mushkvoy lom-lim demagan, lekin baribir o'z aybini tan olgan. Bu yerda shuni ham yodda tutish kerak. O'z aybini tan olish yagona dalil bo'lsa, ya'ni boshqa dalillar bo'lmasa, hech kimni aybdor deb topish ham, uni jazoga tortish ham mumkin emas. Konstitutsiyada shunday belgilangan. Nimagaligini bilasizmi? Chunki Guldon rostdan ham shamol oqibatida tushib ketib, Mushkvoy meni deb bo'lgan deb o'ylagan bo'lishi yoki kimningdir yonini olgan bo'lishi mumkin. Mushkvoy Guldonni sindirgani uchun uning o'rniga boshqa Guldon olib berasan deb uning egasiga, ya'ni menga yoki Odilbekka aytish mumkin emas. Shaxs aybdor bo'lsa, uning qarindoshlari javob bermaydi. Konstitutsiyamizda huquqbuzarliklardan jabrlanganlarning huquqlari qonun bilan muhofaza qilingan. Davlat jabrlanganlarga ularga yetkazilgan zararning o'rnini qoplash uchun shart-sharoitlar yaratadi. O'shanda Mushkvoy qilgan aybini yuvish uchun opamga bir hafta yordamlashib kelgan edi. Opam uyga yangi Guldon olib keldi.
Shu bilan hammasi unutilib ketdi. Bizni ajralmas huquqimiz bor, Adolatxon. Buni albatta aytib o'tishimiz kerak. Tug'ilganimizdanoq u biz bilan birga. Bu yashash huquqi. Kimningdir biror bir yo'l bilan hayotimizga xavf solishi va yashash huquqimizga daxl qilishi mumkin emas. Konstitutsiyada shunday yozilgan. Unga hamma so'zsiz amal qilishi shart. Eslatib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosi taqiqlanadi. Umuman olganda, shaxsiy huquqlarimiz ko'p. O'zimizning ham, boshqalarning ham huquqlarini hurmat qilishga odatlanishimiz kerak. Huquqimizni bilsak, uni qachon talab qilishni ham, o'zimizni qanday himoya qilishni ham bilamiz. Eng muhimi, har birimiz o'z maqsadlarimizni to'g'rilik va yaxshilik asosida qurishimiz, yomon yo'lga aslo qadam qo'ymasligimiz lozim. Chunki yomon odam hech qachon yaxshilikka erishmaydi. Qilgan yomon ishlari uchun afsus qiladi. Mushuklar ham o'z huquqini himoya qilishi zarur. Masalan, egasi uni hech qachon och qoldirmasligi kerak. Umuman olganda, bolalar, biz bugun sizlar bilan konstitutsiya bilan kafolatlangan erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqlarimiz haqida gaplashdik. Lekin shuni ham unutmaslik kerak. Erkinlik degani har kim istagan narsasini qilishi mumkin degani emas. Shuning uchun birinchi navbatda nima yaxshi-yu, nima yomon, nima mumkin-u, nima mumkin emasligini bilib olishimiz shart. Xuddi guldonni sindirish mumkin emasligi kabi. Aziz bolajonlar, qonunlarni sinchiklab o'rganishda davom eting. Ko'rishguncha.